Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanor kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 19-dars. Mavzuyimiz masalalar yechish. 60-betni ochsangiz, u yerda bizda 11 va 12 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. 11-vazifamizni o'qiymiz. Amallarni to'g'ri tartibda bajaring. Hosil bo'lgan so'z nima anglatadi? Demak, biz hozir tartibini aniqlab olishimiz kerak. Birinchi o'rinda biz qavs ichidagini ishlaymiz. Ya'ni birinchi qavsimizda bizda ko'paytirish, ya'ni bitta ko'paytirish, keyin qo'shib olamiz. Ikkinchi qavsimizni ishlaymiz, keyin yana bu yerda ko'paytirish, keyin minus qilar ekanmiz. Xo'sh, undan keyin boshiga o'tib turib ko'paytirib olamiz. Keyin mana bu yerda bo'lamiz 7-si va 8-si oxirisida minus qilib olamiz. Yozuvimiz mana pastiga 1 deb. Birinchisida biz 130 ni 17 ga ko'paytiramiz. Ya'ni yozganda 130 ko'paytirilgan 17 ga. Ya'ni 17 ga 7 kara 0'imiz 0, 7 kara 3 21, 1 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 7 kara 1'imiz 7, 2 mizni qo'shsak 9 bo'ladi. 1 kara 0 0. Xo'sh, qani 0, 1 kara 3 3, 1 kara 1 1. Ruchkamiz yozmayapti bizni. Ruchkamizni sal chiroyliroq to'g'rilab olaylikchi. Qani 3 va 1. Oxirida hammasini qo'shamiz. Tevamizdan 0 tushadi. 1 plus 1 0'imiz 1, 9 plus 3'imiz 2. 1 ni eslab qolamiz. 1 plus 1'imiz ya'ni 2. Javobi 2210. Bu birinchisining javobi bo'ldi. Xo'sh, ikkinchisini ishlaymiz. Ikkinchisida bizda 47 ni ko'paytiramiz. Xo'sh, 40 ga. O'zi 0 ni yozmasak ham bo'ladi-yu. Qarang, ishlaganimizni bundoq qilib qo'yamiz. 4 ga ko'paytiramiz. 40 emas, 4 ga. Oxirida 0 ni tushirib qo'yamiz. Ya'ni 4 kara 7 28, 8 yozib 2 ni eslab qolamiz. 4 kara 4'imiz 16, 2 mizni qo'shsak 18 bo'ladi. Bilasiz, mana bu yerda biz hozir 0 ni tashab ketdik. Mana bu yerda aslida 4 emas 40 va shu 0 ni tagiga qo'shib qo'yamiz. Ya'ni javobi 1880. Birniki esa 2210. Xo'sh, uchinchisini ishlaymiz. Uchinchisida biz bir-biriga qo'shib olishimiz kerak. Qo'shayotganda, xo'sh, plus qilamiz. 2210 ni 1880 ga. Xo'p, 0'imiz tushadi, 9 bo'ladi. 2 plus 8 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 1'imiz 3, tagidagi 1 ni qo'shsak 4 bo'ladi. Ya'ni 4090. Bu 3 ni javobi. Xo'p, 4-vazifamiz bizda nima ekan? 4-si 290 ni 200 ga ko'paytirar ekanmiz. Endi qarang. 290 ni 200 ga ko'paytirsak bo'ladi, lekin biz 29 ni 2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 9 kara 2'miz bizda 18 ni beradi. 8 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kara 2'miz 4, 1'imizni qo'shsak 5 bo'ladi. Tevamizda 0'larimizni qo'shib qo'yamiz. Endi yana 290 edi. Bu yerda esa 200 da nechta 0'imiz bor ekan? Bitta, bu yerda 2 ta. Demak, umumiy 3 ta 0 qo'shib qo'yamiz. Oxirida takka. 1 2 3. Javobimiz 4-chini 58000. Xo'sh, 5-siga o'tamiz. Endi biz 58000 ni mana 5 dedim. Ya'ni 58000 emas, 70000 dan minus 58000 qilamiz. Xo'sh, 3 ta 0'imiz tushib keladi. 0 minus 8 qilib bo'lmaydi, 7 dan olamiz. O'shanda 10 bo'ladi. 10 minus 8'imiz 2, 7'miz 6 bo'lib qoldi. 6 minus 5'imiz 1. Ya'ni 12000. Bu bizi 5-ni javobi. 6-sini ishlaymiz. 6-sida biz nima qilar ekanmiz? 3 ni javobini 58 ga ko'paytiramiz. 3 ni javobi bizda 4090 chiqqan. Ya'ni 4009 deyman. 0 oxirida qo'shib qo'yamiz, ha. Ko'paytiramiz 58 ga. Xo'p, 8 kara 9 72, 2 ni yozib 4 ni eslab qolamiz. 7 ni eslab qolamiz. 8 kara 0 0, 7 mizni qo'shsak 7 bo'ladi. 8 kara 4 32. 5 kara 9'imiz bizda 45. 5 ni yozib 4 ni eslab qolamiz. 5 kara 0
0, 4'imizni qo'shsak 4 bo'ladi. Oxiri esa 5 kira 4'imiz 20. Hisoblaymiz. Tevadan 2 tushadi. 7 plus 5'imiz 12. 2ni yozib 1ni eslab qolamiz. 2 plus 4'imiz 6. 1'imizni qo'shsak 7 bo'ladi. 3 plus 0 3 va 2. Sizda bo'lsa mana bu yerda aslida 409 emas, 4090. 0'imizni oxiriga ham qo'shib qo'yamiz. O'shanda javob bizda 237.220 bo'ladi. Xo'p, keyingisi 7-inchisi bizda. 7-inchisida biz nima qilar ekanmiz? Voy bu 22 million 800 mingni nechaga bo'lar ekanmiz? 5 ni javobiga. 5 ni javobi bizda 12 ming. Bu yerda qarang. Yozaginda, okey, shuni ko'rsatib beraman. 22 million 800 ming bo'lingan 12 mingga. Mana bu yerda 3 ta nolimizni olib tashlaymiz va bu yerdagi 3 ta nol olib tashlaymiz. O'shanda ishlab ko'ramiz. Ya'ni deymiz ikkalasidan ham 3 ta nol olib tashlasak bo'ladi. Xo'p, nechidan olsak bo'larkin? Hozir bizda 7-inchisi bo'lsa, birdan 22 dan olamiz, ya'ni 22 dan oladigan bo'lsak, o'shanda 1 dan olamiz. 22 minus 12 imiz bizda 10 bo'ladi. Tevadan 8 tushib kelsa, endi nechidan olsak bo'larkin? 9 dan olsak bo'larmikin? Qani 9 deylikchi. 9 dan olamiz. 9 kira 2 imiz 18. 8 yozib 1 ni eslab qolamiz. 9 kira 1 imiz 9. 1imizni qo'shsak 10 bo'ladi. Ya'ni 108. Demak, to'g'ri ekan, 0. Xo'p, e'tibor bering. Tevamizda nechta 0 qolib ketdi? Tevamizda ataga 2 ta 0'imiz qolib ketdi. Va shu 2 ta 0'ni mana bu yerga qo'shib qo'yamiz. Javob 7 ni bizda 1900. 8-inchisi va oxirgisi. 8-inchisida biz nima qilar ekanmiz? Xo'sh, 6 ni chiqqan javobini minus 7 ni chiqqan javobiga qilar ekanmiz. 6 ni javobi bizda 237 ming bo'ldi. 237 ming 220. Xo'p, hozir oxirigacha ishlashimizdan oldin video roligimizni yurg'izmasdan ko'rishga harakat qiling. Nimadirni o'rganishingiz kerak. Yurg'izganingiz bilan hech qanaqa foydasi yo'q. Xo'sh, nechaga qilardik? 1900 ga minus qilardik, 1900. Endi hisoblaymiz. Xo'p, birinchi nolimiz tushadi. 2 minus 0 2. 9 minus 2 minus 9 qilib bo'lmaydi. 7 dan qarz olamiz. 12 minus 9'imiz bizda 3 ni beradi. 7'imiz 6 bo'lib qoldi. 6 minus 1'imiz 5 va tevadan 23 tushib keladi. Qaysi chiroyliroq qilib yozay? 23. O'shanda javobimiz 235.320. Endi biz sizlar bilan shu so'zimizni tuzishimiz kerak. Demak, birinchi naqamiz bizda 2210, topamiz 2210 ni. Birinchisi bizda e bo'lar ekan. Xo'sh, ikkinchisi 1880. Ikkinchisi bizda k bo'ladi. Uchinchisi bizda 4090. 4090 s bo'lar ekan. Xo'p, to'rtinchisi 58000. 58000imiz p bo'ladi. Keyin 12000. 12000 bizda o. Xo'sh, keyin 237.220. Xo'p, bor ekanmi bu? Qani 237.220 bor ekan, ne bo'lar ekan? Xo'sh, 7-inchisi 1900. Bizda a turibdi va oxirgisi 235.320. Bu T harfimiz. Ya'ni bizda eksponat degan so'zimiz chiqib kelyapti. Shoshilmasdan daftaringizga chiroyli qilib yozib olishingiz mumkin. Bizning Sanor kanalimiz hozir 20 ming obunachidan o'tib ketdi.
Shu sababli men alohida videorolik chiqazganman. YouTube va Telegram kanalimizda bor. Nomi Biz 20 ming bo'ldik. U yerda men o'z haqimni tanishtirganman. Qanaqa yangiliklar kanallarimizda bo'ladi, har birini o'sha videorolikda aytib o'tib ketganman. Roligimiz atiga 8 minut. Albatta, shu roligimizni ko'rib chiqing, chunki sizlar ko'pchilik so'ragan savollarni u yerda javob berganman. Nima yangiliklar bo'ladi, qanday qilib ona tilini qo'shiladimi yo qo'shilmaydimi, hammasi u yerda bor. Agar qisqa gapiradigan bo'lsam, hamma 4 ta endi fanlarimiz, ya'ni matematika, ingliz tili, rus tili va albattagina ona tili fanimiz, xudo xolasa endi hammasi Telegram kanalimizda chiqishni boshlaydi. Biz asta-sekin YouTube dan Telegramga ko'chib boramiz. Bu degani endi YouTube kanalimizda bizning darslarimiz kamroq chiqishni boshlaydi yoki chiqsa ham kechroq chiqadi. Shunga Telegram kanalimizga albattagina qo'shilib qo'ying. U yerda biz endi shu darslarimiz chiqadi va shu darslarni kanalimiz ham vaqti bilan pullik bo'lib qoladi. Agar hozir qo'shilib olsangiz, hozir pullikda bo'layotgan darslarni bepul ko'rishga imkoniyatingiz bo'ladi. Eslatib o'taman, Telegram kanalimiz bizda Sanur Maktab. Telegram ilovasiga kirib, Sanur Maktab deb tersangiz, u yerda bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. YouTube va Telegram kanalimizga qo'shilgan bo'lsangiz, biz 12-vazifamizni o'qiymiz. Yaponiya va Xitoydan kelgan sayyohlar 2 qavatli sayyohlik avtobusida sayohat qilishadi. Jadvaldan foydalaning va avtobusda qancha sayyoh borligini aniqlang. Demak, bizda yaponlar bor ekan va xitoyliklar bor ekan. Siz hozir birinchi vazifangiz mana bu jadvalni daftaringizga chiroyli qilib chizib olish. Biz esa masalamizni tuzishga harakat qilamiz. Ya'ni e'tibor berasiz, yaponlar birinchi qavatli anaqamizda, birinchi qavatida 8 nafar sayyohimiz bor ekan. Xitoyliklar esa 5 marta ko'proq. 5 marta ko'proq bo'lsa, birinchisi bizda nima qilar ekanmiz? Yaponlar 8 kishi bo'lsa, ular 5 marta ko'proq bo'lsa, demak biz ko'paytiramiz. 8 kare 5imiz 40. Demak bizda 40 nafar kimimiz bor ekan? 40 nafar bizni xitoyliklarimiz bor. Bu xitoylik. Xo'sh. Ikkinchi qavatda esa biz yaponlarning sonini bilmaymiz, lekin bilamizki, ular 8 nafarga ko'proq. Ko'proq kimdan ekan? Xitoyliklardan. Xitoyliklar bizda 17 kishi ekan. Xo'sh, 8 nafar ko'proq bo'lsa, bu degan 8 ni qo'shamiz 17 ga. Xo'p, agar qo'shadigan bo'lsak, bizda 25 nafar. Endi kim bo'lyapti bu? Bu esa yaponliklar. Yaponlar. Xo'sh. Endi qarang. Demak, tevamizda bizda yozib qo'yamiz. Tevamizda xitoyliklarning soni bu yerda 40 ta. Birinchi qavatda yaponlar esa ikkinchi qavatda 25 ta ekan. Endi biz hammasini jamini topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz yaponlarning sonini, ya'ni 8 plus 25 qilamiz. Yozib olamiz. 8 plus 25 plus endi xitoyliklarning sonini olamiz. Ya'ni 40 plus 17. 40 plus 17. Bu 2-sinfning vazifasi. Qani biz kallamizda ishlab ko'rishga harakat qilaylikchi. 25 ni 8 ga qo'shsak bizda 33 ni beradi. Tevasiga yozib qo'yaman 33 deb. Bu yaponliklarning soni, xitoyliklarning soni esa 40 plus 17 57. Endi 33 ni 57 ga qo'shsak, qani kallamizda ishlab ko'ramiz. Xo'p, 3 plus 7 imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 5 plus 3 imiz esa 8, 1 imizni qo'shsak 9 bo'ladi. Ya'ni javobimiz bizni javob 90 nafar bizda sayyoh borligini aniqladik. Shoshilmasdan daftaringizga chiroyli qilib yozib olishingiz mumkin. Shu bilan bizning darsimiz bugun tugaydi. Albatta bizning Telegram kanalimizga qo'shiling. U yerda qo'shimcha vazifalar, yangi mashqlar bo'lib chiqadi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr.